Mana qizil jonlar bitta ko'zlari bo'ldi. Masha asal chiqdi. Prям bonomur bo'lib qoldilar. Shikarni. Bila, qizlarga ham xuyet qilasizda Xudoy. Mana bitta ko'zni momasiniga tiqib momasiniga tiqib bergan qiz sag'ardi. Popishti labida qiyshaydi. Mayli, unisi ham mayli. Ya'ni Bonomur deb nom qo'yib olgan. Binomurmi? Bila, nima bu? Nima bu? Ko'zni nima qildi? Yotibdi nariga ham. Voy, o'zi mana ahvolni ko'rgani yo'q. Ko'rsa kadrdan keyin pizdes mojara qiladi bu. Bila, nima qilyapti bular ko'zni? Qo'lini tiqoy. Meni oldimga kelsanglar barki mana yotib ko'zingni qildirding-ku. Meni oldimga kelsang, mana ko'zingga barki shu qo'limni bir tiqib olaman. Bu mana chiqib qo'yganki, undan ham zo'r bo'ladi. Ikki ko'zingga shu qo'limni shunday tiqaman, putikis binomur bo'ladi. Zir-zir, o'l bu kuningdan odam bo'lmay.